Azizlar, bugun men sizlarga 2026 yil 28 avgust sanasi bilan bog'liq juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu gap faqat bir guruh odamga emas, deyarli hamma fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Pasport, ID karta, xorijga chiqish pasporti, bank kartasi, kredit, notarius, kadastr, pensiya, nafaqa sim karta, davlat xizmatlari va hatto oddiy chipta olish masalalarigacha ta'sir qiladigan holatlar bor. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik hali vaqt bor deb yuradi. Lekin hujjat muddati tugab qolganini odam ko'pincha aeroportda, bankda, notarius oldida yoki davlat xizmatlari markazida bilib qoladi. Ana o'sha paytda kech bo'ladi, ish to'xtaydi. Pul turib qoladi, safar bekor bo'ladi, shartnoma imzolanmaydi. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling, like bosing va bu videoni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilmagan odam 2026 yil 28 avgustga kelib juda noqulay vaziyatga tushib qolishi mumkin. Men eng avval bitta narsa aniq aytib qo'yay. Gap faqat yangi qonun chiqdi, hamma jazolanadi degan vahimali gapda emas. Asosiy muammo shundaki, O'zbekistonda va dunyoda hujjatlar, shaxsni tasdiqlash, bank amaliyotlari, davlat xizmatlari tobora raqamli tizimga o'tib bormoqda. Oldin odamning hujjatida kichik xato bo'lsa, pasport muddati tugashga oz qolgan bo'lsa yoki eski ma'lumot bilan ish yuritilsa, ayrim joylarda mayli keyin to'g'rilab olarsiz deb o'tkazib yuborishardi. Endi esa tizimlar bir-biriga ulanib boryapti. Bank sizning pasportingizni alohida tekshiradi. Notarius alohida tekshiradi. Davlat xizmatlari markazi alohida tekshiradi. Soliq tizimi, kadastr, pensiya, ijtimoiy himoya, mobil aloqa operatorlari, aeroportdagi chegara nazorati. Hatto ayrim onlayn xizmatlar ham shaxsni tasdiqlash ma'lumotlariga qaraydi. Ya'ni xodimning ko'rib qo'yamiz degan imkoniyati kamayib boradi. Kompyuter hujjat muddati o'tgan. Ma'lumot mos emas. Identifikatsiya tasdiqlanmadi desa, ish to'xtaydi. 2026 yil 28 avgust atrofida eng ko'p muammo tug'ilishi mumkin bo'lgan qatlam bu 2016 yil yozida, ayniqsa avgust oyida hujjat olganlar. Pasport yoki xorijga chiqish hujjatini rasmiylashtirganlar. Shuningdek, hujjat muddati 10 yilga berilgan fuqarolardir. Chunki ko'pchilik o'z hujjatining qachon tugashini yodda saqlamaydi. Hujjatni bir marta olib javonga qo'yadi. Faqat zarurat bo'lganda ochib qaraydi. Lekin hujjatning amal qilish muddati tugasa, bu oddiy qog'ozga aylanib qoladi. Siz o'zingiz o'sha odamsiz, lekin tizim uchun shaxsingiz to'liq tasdiqlanmaydi. Oldin ko'pchilik pasportni faqat safarga chiqqanda kerak deb o'ylardi. Hozir esa shaxsni tasdiqlovchi hujjat deyarli har bir muhim ishda kerak. Bankdan katta summa olish, kredit rasmiylashtirish, uy sotish yoki sotib olish, avtomobilni qayta rasmiylashtirish, bolaga hujjat olish, meros ishini yuritish, subsidiya, nafaqa, pensiya, ishga kirish, elektron raqamli imzo olish, may bo'yicha o'z orqali xizmatdan foydalanish. Sim kartani qayta ro'yxatdan o'tkazish, bularning hammasi hujjatga bog'liq. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Agar sizning ID kartangiz, pasportingiz yoki xorijga chiqish pasportingizning amal qilish muddati 2026 yil avgust, sentabr yoki undan keyingi yaqin oylarda tugaydigan bo'lsa, siz hozirdaanoq tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Ayniqsa hujjatda 2026 yoki shunga yaqin sana ko'rsatilgan bo'lsa, buni oxirgi kungacha qoldirmang. Birinchi misol. Tasavvur qiling, bir odam 2026 yil 25 avgust kuni Turkiyaga chipta olgan. Chiptasi 3 million so'm, mehmonxonasi 5 million so'm, oilasi bilan ketmoqchi. U aeroportga boradi. Lekin xorijga chiqish pasportining muddati 2026 yil 28 avgustda tugaydi. Ayrim davlatlar kirish uchun pasport muddati kamida 3 oy yoki 6 oy amal qilish kerak deb talab qiladi. Natijada odam O'zbekistondan chiqa olmasligi yoki boradigan davlatga kiritilmasligi mumkin. Bu yerda men 3 kundan keyin qaytaman-ku degan gap o'tmaydi. Chegara va aviakompaniya qoidaga qaraydi. Demak, 28 avgust sanasi hali kelmagan bo'lsa ham, amalda muammo undan ancha oldin boshlanishi mumkin. Ikkinchi misol, ayol kishi uyini sotmoqchi. Xaridor topilgan, pul kelishilgan, notariusga borishgan. Notarius tizimga kirsa, sotuvchining hujjati muddati tugagan yoki familiya o'zgargan, lekin hujjat yangilanmagan. Masalan, nikohdan keyin familiya almashgan, bankda eski familiya, kadastrda boshqa ma'lumot, pasportda 3-xil yozuv turibdi. Natijada bitim to'xtaydi. Xaridor men kutmayman deydi. Narx tushadi yoki kelishuv buziladi. Birgina hujjatni vaqtida yangilamaganlik odamni o'nlab million so'mlik imkoniyatdan mahrum qilishi mumkin. Uchinchi misol. Bir yigit bankdan kredit olmoqchi.
maoshi tushib turibdi, kredit tarixi yaxshi, hamma narsa joyida. Lekin bank identifikatsiya qilayotganda hujjat muddati yaqin orada tugashini yoki ma'lumotlar mos kelmasligini ko'radi. Bank riskni kamaytirish uchun avval hujjatingizni yangilang deydi. Yigit esa mashina sotib olish uchun oldindan kelishib qo'ygan, sotuvchi boshqa xaridor topib ketadi. Yana muammo. 4-misol. Pensioni opa nafaqa yoki kompensatsiya bilan bog'liq ariza topshirmoqchi. Davlat xizmatlari markaziga boradi. Tizimda tug'ilgan sana, pasport seriyasi, yashash manzili yoki familiya bo'yicha nomuvofiqlik chiqadi. Xodim, avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga boring. Ma'lumotni to'g'rilayting deydi. Opa bir kunda ish bitadi deb borgan, lekin 2-3 marta qatnashga to'g'ri keladi. Mana shuning uchun men doim aytaman. Hujjat masalasini faqat muammo chiqqandan keyin emas, muammo chiqmasdan oldin tekshirish kerak. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan 2016 yil hujjat olganlar. Ikkinchidan 2026 yilda xorijga chiqishni rejalashtirayotganlar. Uchinchidan uy-joy, yer, avtomobil, meros, kredit, nikoh, aliment, sud, notarius ishlari borlar. To'rtinchidan familiyasi, ism sharifi, yashash manzili o'zgargan, lekin hujjatlarining hammasini bir holatga keltirmaganlar. Beshinchidan chet elda ishlayotgan yoki o'qiyotgan fuqarolar. Chunki chet elda hujjat muddati tugasa, uni yangilash ko'proq vaqt, ko'proq xarajat va ko'proq asab talab qiladi. Kim unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz yangi, amal qilish muddati uzoq bo'lsa, barcha hujjatlaringizda ism, familiya bir xil yozilgan bo'lsa, yashash joyingiz to'g'ri ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bank, soliq, kadastr va davlat xizmatlari tizimlarida ma'lumotlaringiz mos bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki eng tartibli odamda ham bitta harf xatosi, bitta eski manzil, bitta yangilanmagan familiya katta to'siqqa aylanishi mumkin. Endi men eng muhim nozik joylarni aytaman. Birinchi tuzoq, hujjat muddati hali tugamanku degan xato fikr. Ichki ishlarda yoki ayrim oddiy amaliyotlarda hujjat oxirgi kungacha amal qilishi mumkin. Lekin xorijga chiqishda bu yetarli emas. Ko'p davlatlar pasportingiz boradigan kundan keyin kamida 3 oy yoki 6 oy amal qilishi kerak deb talab qiladi. Masalan, siz 2026 yil iyulda safarga chiqmoqchisiz. Pasportingiz 2026 yil avgustda tugaydi. Qog'ozda u hali amal qiladi, lekin amalda sayohatga yaramasligi mumkin. Ikkinchi tuzoq. Bank va elektron xizmatlarda avtomatik bloklanish. Banklar mijozni tanish talablarini bajaradi. Agar hujjatingiz muddat tugagan bo'lsa, ayrim operatsiyalar cheklanishi mumkin. Bu degani siz albatta pulingizdan ayrilasiz degani emas. Lekin pul yechish, katta o'tkazma qilish, kredit olish, karta ochish, valyuta amaliyoti bajarish qiyinlashadi. Ayniqsa tadbirkorlar uchun bu juda og'ir. Bir kunlik kechikish ham shartnoma pulining kech tushishiga, kontragent bilan nizoga, jarima va penya hisoblanishiga olib kelishi mumkin. Uchinchi tuzoq, kadastr va notariusdagi farqlar. Masalan, eski hujjatda Abdullayev deb yozilgan. Yangi bazada Abdullayev yoki Abdullayev Shavkatjon o'rniga Shavkat deb turibdi. Oddiy ko'z bilan katta farq emasdek, lekin huquqiy hujjatda harf ham muhim. Uy sotish, meros olish, hadya qilish, ipoteka rasmiylashtirishda bitta harf uchun qo'shimcha ma'lumotnoma, ariza tuzatish talab qilinishi mumkin. Odamlar ko'pincha men shu odam ekanim ko'rinib turibdi-ku deydi. Tizim esa his tuyg'uga emas, ma'lumot mosligiga qaraydi. 4-tuzoq, bolalar hujjati. Ota-onalar ko'pincha o'z hujjatini tekshiradi. Lekin bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ID kartasi, xorijga chiqish hujjati, ota-onalik roziligi masalalarini oxirgi kunga qoldiradi. Masalan, bola bilan chet elga chiqmoqchisiz. Bolaning pasport muddati yetarli emas yoki otaning roziligi kerak yoki tug'ilganlik guvohnomasida ism boshqacha yozilgan. Natijada oila safarga chiqa olmaydi. Bu juda og'riqli holat. Chunki bunda faqat pul emas, bolalarning ta'tili, davolanishi yoki o'qishi ham xavf ostida qoladi. 5-tuzoq, chet eldagi fuqarolar. Agar siz Rossiya, Turkiya, Koreya, Qozog'iston, Yevropa yoki boshqa davlatda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjat muddati tugashini oldindan tekshiring. Konsullik orqali hujjat yangilash mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin navbat, hujjat yig'ish, pochta to'lovlar vaqt masalasi bor. Ish beruvchi sizdan amaldagi hujjat talab qiladi. Migratsiya organlari ham hujjatga qaraydi. Agar pasport muddati tugab qolsa, ish ruxsati, yashash ruxsati, bank hisobingiz, ijara shartnomangiz bilan muammo chiqishi mumkin. 6-tuzoq. Mening MyTokov.uz profilim bor. Demak, hammasi joyida degan o'y.
Elektron profil borligi yaxshi, lekin undagi ma'lumotlar ham tekshirilishi kerak. Elektron raqamli imzo muddati tugagan bo'lishi mumkin. Telefon raqam boshqa odam nomida bo'lishi mumkin. Bankdagi telefon raqam eski bo'lishi mumkin. Agar siz muhim ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, SMS kod kelmasa yoki eri ishlamasa, ish to'xtaydi. 7-tuzoq yashash manzili. Ba'zi odamlar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi, 3-joyda ishlaydi. Oddiy hayotda bu bilinmasligi mumkin. Lekin subsidiya, maktab, bog'cha, tibbiy xizmat, saylov ro'yxati, soliq, kadastr, sud xabarnomasi, jarima xabari kabi masalalarda manzil muhim bo'lib qoladi. Ma'lumot to'g'ri bo'lmasa, siz muhim xabardan bexabar qolishingiz mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam. Bugun kechqurun hujjatlaringizni olib, amal qilish muddatini tekshiring. ID karta, biometrik pasport, xorijga chiqish pasporti, haydovchilik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjati. Bankdagi shaxsiy ma'lumotlar eri muddati. Hammasini bir joyga yozing. Oddiy daftar oching yoki telefoningizga jadval qiling. Hujjat nomi, berilgan sana, tugash sanasi, qayerdan olingan, yangilash kerakmi yoki yo'q. Ikkinchi qadam. Agar hujjat muddati 2026 yilda tugasa, ayniqsa avgust, sentabr, oktabr oylarida tugasa, uni 2026 yilni kutmasdan rejalashtiring. Men tavsiya qilaman. Safar yoki katta bitimdan kamida 3-6 oy oldin hujjatni yangilang. Xorijga chiqish pasporti uchun bu ayniqsa muhim. Agar 2026 yil yozda sayohat, o'qish, ish, davolanish rejangiz bo'lsa, 2026 yil bahorida hujjatlaringiz tayyor bo'lishi kerak. Uchinchi qadam. Tuman yoki shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli rasmiy elektron portalga murojaat qiling. Qaysi hujjat kerakligini oldindan aniqlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Ariza, davlat boji to'lovi, fotosurat yoki biometrik ma'lumot, ayrim holatlarda nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida. Shuning uchun borishdan oldin telefon qilib so'rang yoki rasmiy saytdan tekshiring. 4-qadam, ism familiyangiz barcha joyda bir xil yozilganini tekshiring. Bank kartasida, pasportda, kadastrda, soliq tizimida, ish joyingizdagi hujjatlarda, diplomda, nikoh guvohnomasida, bolalarning hujjatlarida farq bo'lmasin. Agar farq bo'lsa, keyin to'g'rilayman demang. Qaysi organ xato qilgan bo'lsa, shu joyga ariza yozing. Arizada aniq yozing. Mening shaxsiy ma'lumotlarimda nomuvofiqlik mavjud. Ma'lumotlarni amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjatim asosida to'g'rilab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxasini ilova qiling, qabul qilingan sanasini tasdiqlatib oling. 5-qadam. Agar sizda mulk bo'lsa, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Uy, yer, do'kon, garaj, dala hovli, hammasida egasining FI pasport ma'lumoti, manzil to'g'ri turishi kerak. Mulkni sotmasangiz ham tekshirib qo'ying. Chunki ertaga meros, kredit garovi, hadya, ipoteka, sud yoki kompensatsiya masalasi chiqsa, xato sizni to'xtatadi. 6-qadam. Banka boring yoki mobil ilovadan shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? Pasport ma'lumoti yangimi? Yashash manzili to'g'rimi? Karta muddati qachon tugaydi? Shularni aniqlang. Agar hujjatni yangilasangiz, bankka ham yangi ma'lumotni yetkazing. Ko'pchilik pasportni yangilaydi, lekin bankka xabar bermaydi. Keyin katta pul o'tkazayotganda muammo chiqadi. 7-qadam. Chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, boradigan davlat talablarini alohida tekshiring. Pasportim bor, yetarli emas. Viza kerakmi? Pasport muddati qancha bo'lishi kerak? Bolaga alohida hujjat kerakmi? Ota yoki onaning roziligi talab qilinadimi? Sug'urta kerakmi? Qaytish chiptasi kerakmi? Bularni oldindan biling. Eng xavfsiz yo'l aviabilet sotib olishdan oldin hujjatlarni tekshirish. 8-qadam. Katta yoshdagi ota-onangizning hujjatlarini ham tekshiring. Ko'p pensionerlar hujjat muddati, eri, bank kartasi, telefon raqam masalasini bilmaydi yoki ahamiyat bermaydi. Ularning nafaqasi, davolanishi, mulki, meros kompensatsiyasi, ijtimoiy yordamga ta'sir qiladigan muammolarni oldindan bartaraf eting. Bir kun vaqt ajratib, ota-onangizning hujjat papkasini tartibga solib bering. Bu juda katta yordam bo'ladi. 9-qadam. Har bir hujjatning nusxasini saqlang. Telefoningizga suratga olib qo'ying, lekin xavfsizlikni unutmang. Juda muhim hujjatlarni har kimga yubormang. Telegram guruhlarga, notanish odamlarga pasport nusxasi, karta rasmi, SMS kod yuborish mumkin emas. Firibgarlar aynan shunday beparvolikdan foydalanadi. Agar hujjatni elektron shaklida yuborish kerak bo'lsa,
Faqat rasmiy tashkilotga va ishonchli kanal orqali yuboring. 10-qadam, agar siz tadbirkor bo'lsangiz, faqat o'z hujjatingizni emas, korxona hujjatlarini ham tekshiring. Direktorning pasporti, tashuvchilar ma'lumoti, yuridik manzil, bankdagi imzo namunalari, soliqdagi ma'lumotlar, litsenziya yoki ruxsatnomalari muddati, bularning hammasi biznesni to'xtatib qo'yishi mumkin. Tasavvur qiling. Sizda 200 million so'mlik shartnoma bor, lekin bank direktorini qayta identifikatsiya qilishni talab qildi. Hujjat tayyor bo'lmasa, pul kechikadi, kontragent ishonchi pasayadi. Hujjat yangilashni bayram oldi. Ta'til mavsumi yoki hamma birdan murojaat qiladigan davrga qoldirmang. 2026 yil avgustga yaqin minglab odamlar bir vaqtning o'zida hujjat yangilashga yugurishi mumkin. Navbat ko'payadi, tizimga yuklama tushadi, tayyor bo'lish muddati cho'ziladi. Aqlli odam navbat boshlanmasdan ishini bitirib oladi. Agar hujjatingiz yo'qolgan bo'lsa, darhol vakolatli organga murojaat qiling. Topilib qolar deb yurish xavfli. Yo'qolgan pasport yoki ID karta firibgarlikda ishlatilishi mumkin. Ariza yozing, hujjat yo'qolgani haqida rasmiy qayd qildiring va yangisini rasmiylashtiring. Agar kimdir sizning hujjatingiz nusxasi orqali kredit, sim karta yoki boshqa ish qilgan bo'lsa, darhol bankka, operatorga va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Azizlar, 2026 yil 28 avgust sanasini oddiy sana deb qaramang. Bu sana ko'pchilik uchun hujjat muddati. Safar rejasi, bank ishlari, notarius, kadastr, davlat xizmatlari va shaxsiy ma'lumotlarni tartibga solish zarurligini eslatadigan jiddiy signal bo'lishi mumkin. Eng katta xato oxirgi kunni kutish. Hujjat muddati tugaganidan keyin muammoni hal qilish har doim qiyinroq, qimmatroq va asabiyroq bo'ladi. Bugun qiladigan ishingiz juda oddiy. Hujjatlaringizni tekshiring, muddatlarini yozib chiqing, nomuvofiqlik bo'lsa to'g'rilang. Safar rejangiz bo'lsa, pasport talablarini oldindan biling, bank va davlat xizmatlaridagi ma'lumotlaringizni yangilang. Shu oddiy qadamlar sizni katta pul yo'qotishdan, bekor bo'lgan safardan, buzilgan shartnomadan va keraksiz yugur-yugurdan saqlaydi. Sizning hujjatingiz qachon tugaydi? 2026 yil avgust oyiga to'g'ri keladimi? Kommentariyada yozing. Men imkon qadar yo'nalish berishga harakat qilaman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam tayyor bo'ladi, bilmagan odam esa eng noqulay paytda muammoga duch keladi.